Salom jigarlar hammaga. Xullas men bitta video yasab chiqqandim shu Walkim haqida. O'shanda ko'p obunachilarim so'rashibdi, Walkimni qanday oldingiz? Menga ham o'rgating Walkimni olishni deb. Shuning uchun jigarlar men Walkimni qanday olish bo'yicha video taxlamoqchiman. Birinchi o'rinda xaritalar rejimiga kirib, zonasini tanlab olamiz va mana bu yerda yaratish degan joyi bor. O'sha yerni bosganimizdan keyin menda mana bunaqa narsalar chiqdi. Sizlarda 5 ta test chiqadi. O'shani yechganlaringizdan so'ng 1-2 minutdan keyin yana o'sha joyga chiqib, yana qayta kirasiz. Keyin siz Discord har xil PUBG'ning ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lgandan so'ng sizga test bo'ladi, sinov testi. Sizlarga keyin testlarni yechib bo'lgandan so'ng sinov testi bo'ladi. Keyin esa mana shunaqa sinov testdan o'tgandan keyin mana shunaqa oyna ochiladi sizlarga ham. Keyin siz bemalol mana bunaqa joyga kirib, Ijodkor akademiyasi degan joyini bosib qaraysiz va har xil videolar bo'ladi. Ularni agar zona yaratishni bilmasangiz, shulardan o'rganib olsangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa ijodkor rivojlanishi degan bo'limini bosib, mana bu ijodiy ish missiyalarini bajarasizlar. Mana bu yoqqa har xil missiyalar bor. Missiyalarni bajarib bo'lgandan keyin mana bunaqa coinlar olasizlar, tanga. Olganlaringizdan so'ng ayirboshlash markaziga o'tib, shu kiyimlarni olishingiz bo'ladi.